Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun esa men sizlarga bir qator mashinalarni ko'rsatib bormoqchiman. Mana bu sostav nima deyapti do'stim? Главный prizimizda esa bu o'yinimizda 4 ta главный priz bo'ldi. Ya'ni 4-inchisi ham Kia K5 bo'lgan qora svetda. Hozir olib kela olmadik. Uni ko'rgansizlar degan umiddaman. Bo'lmasam ikki og'iz mana shu jiplardan boshlaymiz. Bu o'yinimizda akalar anchadan buyon jip bo'lmagan bo'lsa, mana sizlarga bir emas, ikkita jip taqdim etyapmiz. Do'stim, bu o'yinimizda ishtirok etib, bu mashinalarimizni yutish uchun Telegram kanalga o'tamiz. Kimki YouTube'dan ko'rib turgan bo'lsa, Telegram kanal silkasi mana shu video ostida bo'ladi va kommentariyaga ham zakribet qilib qo'yib qo'yamiz. Bitta chipta bag'ozi 2000 rubl, общий ishtirokchimiz 4950 dona akalar. Bo'lmasam Главный prizimizda aytib o'tgandik, to'rtalasi ham главный prizda. Mana shu mashinadan boshlaymiz. XZ va X modeli 2023-yil mashina akalar. Sostoyanisini o'zingiz ko'ryapsiz. Minaman degan akalarimizga, sotaman degan akalarimizga ham juda ham chaqqon, qoling taksiga ularning qoling sotib, yaxshi nimangizga ishlatasiz do'stim. Mashinamiz 2 litrlik объемda, turbinada 249 ta ot kuchiga ega, polni panoramada akalar, 7 o'rindiqli kojinli premialniy sidinalar turibdi, linzli faralarda. Удержание polasi, kruiz kontrol, klimat kontrol, охлаждение сидения, подогрев сидения, ventilyatsiya deysizmi xullas do'stim. Bu mashinada hozirgi paytda современный nima kerak bo'lsa, hamma yo'q yetarli. 5 ключевой dostupdan tortib podogrev лобовойgacha bor va proyeksiya лобовой stiklosi ham bor akalar. Bunisiga nima deysiz? Hamma qulaylik yetarli, faqat egasi yo'q. Egasi esa 2000 rubl evaziga men o'ylayman tez orada ichimizdan kimdir bo'ladi. Shuning uchun bir boshidan, bir o'rtasidan, bir oxiridan bilet olib omadingizni sinab ko'ring. Mashina nedorожник, ya'ni Jeep полный приводda akalar. Заграничный qatnayman degan aka-ukalarimizga, oilalik aka-ukalarimizga men o'ylayman bunisi juda ham asqotadi. Endi ikkinchi mashinamiz 2024-yil Jetour Dashing. Bir qo'l minilgan mashina, 15000 probegda. Ya'ni mashina yangi akalar. Minishinglar uchun hamma qulaylik bunda ham yetarli. Sportivniy buni videoni qarang. Juda ham chiroyli, ichlari ham, salonlari ham, sidinalari ham sportivniy, qip-qizil strochkalari bilan akalar. Katta monitordan turib buni ham hamma yo'g'ini upravlat qilsangiz bo'ladi. 150 ta ot kuchiga ega, 1.6 объемda turbinada akalar. Juda ham mashina chaqqon. Zadniy kamera deysizmi, xullas hamma yo'g'i yetarli akalar bunda ham. Xo'p, uchinchi mashinamiz Kia K5 2021-yil oqi, 2020-yil qorasi akalar. Bunisi klassik komplektatsiyada, ya'ni avtomat korobka, 150 ta ot kuchiga ega, 2 litrlik podogrev rul, podogrev сиденья, konditsioner hamma yo'g'i yetarli. Qorasi esa maksimal komplektatsiyada akalar. Unisida hamma qulaylik yetarli. Nimaga deysiz? Bu mashinalarimiz, ya'ni 4 ta главный priz qo'ydik. Bulardan tashqari 2 ta 1000 dollardan, 2 ta 500 dollardan, 10 ta 10000 rubldan va 100 ta 5000 rubldan pul prizlari ham qo'yganmiz. Jami ishtirokchimiz 4950 dona. Chipta bag'osi akalar 2000 rubl. 10 ta olgan insonga bitta qo'shib beryapmiz. Do'stim, bu sostav nima deyapti? Kecha startni berdik akalar. Shuning uchun kimki hozir ko'rmagan bo'lsa akalar, bosamiz, Telegramga o'tinglar, sizlarga as qotadi. 2000 rubl evaziga do'stim. Kia Rio Solaris qo'ymadik. Har biri chiqqan payti borki, rohatni qilasiz do'stim. Shuning uchun shans ko'paytiramiz, o'z omadimizni sinab ko'ramiz. Biz esa kelgusi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha sog' omon bo'linglar do'stlarim.